Bo'lsa bo'lsin, O'zbekistonimizdagi odamlarga bo'lsin. Foyda bo'lsin, sizga bo'lsin. Yandex.Go ilovasidan arzonga ovqat buyurtma berish yo'lini o'rgatamiz. Buning uchun Yandex.Go ilovasiga kiramiz. Tepada taomlar bo'limiga o'tamiz va pastga tushamiz. Pastga tushganda mana bu yerda Fedap bor, Aqtepa lavash, Evos bor, har xil restoranlar bor. Mana bu yerda KFC bor. Siz o'tamiz KFCga. Misol, ovqat buyurtma bermoqchisiz, siz arzonga olish yo'lini o'rganasiz hozir. Qarang. Tepaga chiqamiz. Xohlagan narsangizni tanlang va skidka qilsa bo'ladi. Xohlagan narsangizga. Ajoyib bir kombo topamiz, misol. Odam qorni to'yadigan narsa zakaz beradi-yu baribir. Shuning uchun mana bu yerda qarang. 55 ming so'mga mana shu narsalar bor ekan. Ikkita odamlik qilib olamiz mana shundan. Plus ikkita. Va mana bularni atmetka qilib chiqamiz. Baytlar, mega twister va hokazo. Kerakini o'zingiz xohlaganingizda atmetka qilasiz va kiritish degan joyda 110 ming so'm bor. Shuni bosasiz. Sariq ichidagi keyingisini bosamiz. Yana keyingisini bosamiz. Xuddi mana shunaqa bo'lib turadi va past qismida 124 ming so'mga sizga mana shu ovqat yetib keladi deyapti. Siz buni promokod orqali skidka qilib olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizning pulingizni tejaysiz. Buning uchun kupon kod degan joyiga bosib, mana shu promokodni kiritasiz. Mana shu promokodni albatta kiritasiz va qo'llashni bosasiz. Sizga 124 ming so'mlik narsa 94 ming so'mga kelyapti 2 kishilik ovqat. Bu albatta odamlarga foyda. Kanalimizga obuna bo'lib, like va kommentariyalarni qoldirishni unutmang. Albatta bizdan uzoqlashmang.